Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, jahonda bo'layotgan geosiyosiy o'zgarishlar, xalqaro munosabatlar tizimidagi beqarorlik, mintaqaviy qarama-qarshiliklar va global iqtisodiy transformatsiyalar har bir davlatdan tashqi siyosatni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishni, uning milliy manfaatlar va zamon talablariga moslashtirib borishni taqozo qiladi. So'nggi yillarda ochiq, pragmatik va muvozanatli tashqi siyosatimiz natijasida O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'rni va nufuzi oshib bormoqda. Shu bilan birga global xavfsizlik arxitekturasidagi o'zgarishlar, yangi iqtisodiy ittifoqlar, savdo yo'nalishlari, texnologiyalar va energiya bozorlaridagi transformatsiyalar tashqi siyosatimizdan yanada faol, aniq, maqsadli va natijaga yo'naltirilgan yondashuvlarni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosat faoliyati konsepsiyasini yangilab, uning ustuvor yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqishimiz zarur. Yangi konsepsiya mamlakatimizning uzoq muddatli strategik maqsadlarini, ichki islohotlarimiz mantig'ini, iqtisodiy diplomatiya, xavfsizlik, investitsiya, eksport, transport, logistika, suv va iqlim masalalaridagi milliy manfaatlarimizni yaxlit va o'zaro bog'liq holda aks ettirishimiz lozim.